Dahshat. Prosta dahshat do'stlar. Lamine Yamal nima qilyapti? Kim javob bera oladi? Barselona Espanyol jamoalari o'rtasidagi Ispaniya La Ligasi 31-tur doirasidan o'rin olgan o'yinda Lamine Yamal nimalar qilyapti do'stlar? Ikkita assist berib bo'ldi 25 minut ichida. Ikkita gol Ferran Torresdan. Ferran Torres gol urmaganiga ham bir 60 yillar bo'lib ketuvdi. Mana oxiri urdi. Bir emas ikkita urdi birinchi taym 25-daqiqasigacha, lekin Yamal to'xtamayapti. Mana oltin to'pni kimga berish kerak agar jahon chempionati bo'lmasa? Misol uchun bu yil jahon chempionati bo'lmaganida oltin to'pni hozir hech ikkilanmasdan mana kimga berish kerak? Lamine Yamalga berish kerak bolalar. Bu yil endi menimcha jahon chempionati hal qiladi. Hozir mana Espanyol bilan o'yinda, lekin Yamal yondirib tashadi. Ana paslarichi voy. Ko'rganlar bo'lsa bitta like bosib yuboringlar. Rostdan lekin qoyil qolish kerak-da. 18 yoshli go'dak La Ligani yondirib tashlayapti. Himoyachilar ko'rdim demas ekan bu bola. Lamine Yamal молодец lekin. Haqiqatda oltin to'p bergan bo'lardim. Sizlar kimga bergan bo'lardinglar? Pedrigami yoki? Pedri ham yaxshi o'ynayapti, o'yinni boshida lekin ko'p xato qildi. Men o'yinni ko'rib o'tiribman, aytgancha rus sharhida, rus tilidagi futbol sharhi kayfda. Maza qiladi odam. Mana shu saytlarni boriga shukr, Xudoga shukr bizga mana shunaqa imkoniyatlarni yaratib berib qo'yganiga. Barselonani endi boya aytganimdek chempionlik bilan tabriklasak bo'ladi. Real Madrid 2-o'rinda va oradagi farq 9 ochko bo'ladi bugun. 9 ochko. Nima deb o'ylaysizlar? Real Madrid bu farqni yo'qqa chiqara oladimi?